10 yil oldin Namangan nima edi-yu, bugun Namangan qanday bo'ldi? Marra baland juda. Bu yangi qadam Namanganga, yangi investitsiya, yangi turist, yangi madaniyat Namanganga. So'nggi yillarda Namanganda sanoat ancha tez rivojlandi. 17-yilda 4.6 trillion so'mdan 40 trillion so'mga yetdi. Bu juda katta sakrash iqtisodiyotda. Birgina Namanganda yil boshidan mana shu kungacha 2 milliard dollarlik xorijiy investitsiya kiritildi. Tariximizda bundaqa raqam bo'lgan yo'q. Qizlarimiz Nodiraxon, Otabek mana bolalarni ko'rib hayron qoldim. Bular Namanganning farzandlari. Betakror O'zbekiston zaminida 3-bor o'tkazilayotgan xalqaro maqom san'ati anjumanida dunyoning turli qit'a va mamlakatlaridan tashrif buyurgan taniqli san'at va madaniyat namoyandalarini ko'rib turganimdan benihoyat xursandman. Maqom bu oddiy musiqa emas. Maqom millatning xotirasi, xalqning qalbi va asrlar osha yangrab kelayotgan ma'naviy ovozidir.